Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundaq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda İbrahimning og'inisi Fahmining xabarini muhitning o'z ixtiyorligi bilan ilib kelmoqchi bo'lgan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. İbrahim go'yo muhitning so'zi ustida o'ylanayotgandek birdam jim turib, meningcha birdan bir amal mushidaq qildi, dedi. Muhit ishkilinib qoldi. U İbrahimning o'z fikrini rad qilishini kutgan edi. Shunga u aloqsizlik ichida. "Men uningga nima deyman?" dedi. İbrahim bu ish ustida o'ylanayotgan qiyofatga kirib oldi. Amaliyotda bo'lsa, muhitning nodonligiga ichindi. Sen onunğa amanat bizninkida degin, yoki bo'lmasa, mening bu yerda turayotganligimni bildiradigan biror eg'iz gapni qilsam bo'ladi. Lekin mening ismimni chiqarmag'in, dedi u. Men uning bilan tanishmag'achqa, ikkimizning so'zlashganligimizni hech kim ko'rmagan. Hozir so'zlashganimni ko'rsa xalqlar gumonlanishi mumkin, dedi Muhit sal jiddiylashib. Sen onunğa gap qilmasam bo'ladi. Yindan o'tib etib onunğa xotirini bersangli bo'ldi. Biroq men shuningga ishonamanki, sen onunğa gap qilgan taqdirdimi sendan hech kim gumonlanmaydi, dedi İbrahim yanına temkin qiyofatda. Muhit İbrahimning gapini anglab, men qahramonlikqa munosib odam emas ekanman, deb ko'ngli yerim bo'ldi. Shundaqdim so'rdi. Yanichu? Boshqa gap yo'q. Qolganini uningga qo'yib ber. U hammani joyida o'rinlashtirdi, dedi İbrahim. Muhit go'yo atiki ishni, maktabni, saboqdoshlarini, Fahmi Abdulla Azizni o'ylayotgandek jim bo'lib qoldi. Muhit, seni avvar qilganimga nihoyat xijilman. Sana qandoq rahmat aytishimni bilmayapman, dedi İbrahim kulib. Xijil bo'lmang, Muhit qisqila javob berdi. Andin ustal yiniga kelib dars tayyorlashga kirishdi. Qachon imtihon oladi? Deb so'radi İbrahim. Yarim oydan keyin. Muhit ko'zini kitobdan uzmay javob berdi. Biror parcha gazet olg'ash kelsangmi bo'ptikan, dedi İbrahim. Gazetni burundan dadam ishdan tushganda akildi. Muhit yanla beshini kitobdan ko'tarmadi. Ikkalan jim bo'ldi. İbrahim o'qimoqchi bo'lib, bir kitobni qo'liga oldi. Muhit birdilla beshini ko'tarib duduqlagan holda pichirlab. Lekin ba'zilar Fahmi Abdul Azizni hukumatning ishpiyoni deyishdi-ku, dedi. İbrahim kitobdan beshini ko'tarib eg'ir bisiqlik bilan. Shundaqmi? Shuning ishnamsan? dedi. Ular yana hukumat uni qo'lga ilingan boshqa odamlarni nazorat qilish va ularning gap so'zini bilish uchun qo'lga olgan deyishdi-ku, dedi Muhit İbrahimni o'z so'ziga ishondirmoqchi bo'lgandek. İbrahim buningga hayron bo'lmadi. Tova, sen undaq o'ylamag'in, u durust bolajimi? İbrahim degan gapiga Muhitning boshqacha sabab ko'rsatgandek turg'ini pamlab kuldi va uningga ilhom bergandek. Men Fahmiga ishonmasam, o'zimga, sana ishonmagan bo'laman, dedi. Do'stining bu gapi bilan ko'ngli o'rniga tushgan Muhit kitob o'qishga kirishdi. Ishi qo'ng'irig'i jiringladi. İbrahim darhol jiddiylashdi. Uning yuragi dupildab so'qib ketdi. Bu ish uni hordirmoqda, uning ishonchisini bo'shashtirmoqda edi. Bu cho'qim dadam, dedi Muhit. Degandek buvayning ovozi anglandi. Kechiring, men yilali kiraman, dedi Muhit va chiqib ketdi. İbrahim taqatsizlik bilan buvayning o'zini chaqirishni yoki bu uyga kirishni kutib o'tirdi. U biror xabar anglashga shunchalik tashna edi. Shundaqla buvayning qanday holatda ekanligi, o'ziga qanday hissiyotda bo'layotganligi, radioning uqtirishini anglagandan keyin o'zini ilib qoldigan qolmaydigan bo'lganligini bilishga aldirayotdi. Bularni bilsa, andin uning ko'ngli aromiga tushadi.
Muhit bir parça El-Ehram gazetini ko'tarib kirdi va Ibrohimga berib etdi. Dadam sizga salom etdi, dedi. Rahmat, u qandaqroq? dedi shu an Ibrohim. Hech nim demadi. Ramazonda u ishdan keldida yerib ketgandek darhol yetib oladi. Ibrohim lassita bo'lib qoldi. Shundaqdimi, bovayning odatini o'zgartmaganligi yaxshilikning alomati deb o'ziga tasalli berdi. U gazetni ilib o'zining ismi cho'ng harf bilan yozilgan temini o'qidi. Uning chiroyida bundaq davron ko'tarishning nima zaruriyati bor degandek masxirlik tabassum jilva qildi. U hukumatning uqtirishini emas, muxbirning ziyorat xotirasini o'qidi. Xabarga qaraganda uning piyiga tushgandek emas edi. U qochqanda o'ltirgan 2 kira mashinaning shofirimi fosh qilmagan. Hatto uning chiqib ketayotganligini ko'rgan doktorning ismi yozilmagan edi. Birdilla Ibrohimning ko'zi Ibrohimga qaragan saqchilar ustida tekshirish ilib berilyotdi degan temaga tushib, chiroyi jiddiy tus oldi. Bu xabarda Ichki ishlar ministrligining bir komitet tashkillab, Ibrohimga qarashqa mas'ul bo'lgan saqchi amaldori ustida tekshirish ilib berish to'g'risida buyruq tushirganligi yozilgan edi. U oq ko'ngil, yovuz saqchi amaldorda nima gunoh bo'lsin? Uning gunohi Ibrohimga ishonganlik emasmi? Ibrohim uning ishonchisiga xoinlik qildi. Uni aldidi. Uning istiqbolini bir gunohsiz Misr yigitining istiqbolini nobud qildi. Ibrohim o'zini kachotlug'idek bo'lib ketdi. Ixtiyorsiz ichida nola qildi. U nim degan shaxsiyatchi ha? U gunohkor. U o'ziga yiqinlashgan va ishongan barliq odamlarga ziyonkashlik qildi. U saqchi yigit vatan xoin emas. Angliyaliklarning g'olchisi emas tursa, u nimishqa uningga ziyonkashlik qiladi? Hatto bu yigitni unutibmi qolgan edi-ku. Ibrohim intayin azoblandi. Alam o'tida puchilandi. O'ziga tasalli bermak bo'lib, "Men o'limdan qochdim. Uni jiq bo'lsa xizmatidan yo'tkib etar, yoki bo'lmasa darajasini o'stirish vaqtini uzartib etar", dedi. Ammo bu gaplar uni tinchlandira olmadi. Qalisiga bir gunohsiz yoshning ishonchisiga tuzkorlik qildim degan xiyol kirib oldi va har qancha qilibmi bu xiyolni qalisidan chiqarib etolmadi. Ibrohim o'rnidan turib buyruq talabbuzi bilan Muhitga "Menga bir varaq qog'oz qalam ber", dedi. Muhit hayron bo'lib uningga qaradi va daftardan bir varaq qog'oz yirtib berdi. Ondan qalamni uzatdi. Ibrohim o'ldirib xat yozishga boshladi. Qadrlik Leytenant Jamil Izzat. U yezishdan to'xtab o'tirib qoldi. U saqchi amaldoriga kechirim so'rab xat yozib, o'zining nimishqa ketganligini, uning o'ziga bo'lgan ishonchisiga nimishqa xiloflik qilganligini tushundirmoqchi, qisqasi, o'zini oqlamoqchi, u xatini davomlashtirdi. Yaxshimsiz. Sizga xat yozib qilganlarimni tushundirib qo'yishga to'g'ri kelyotdi. U yana to'xtadi. Balki saqchi amaldoriga xat yozsa bo'lmas. Bu xat o'z planini buzib etar. Uning ustiga Ichki ishlar ministrligi u saqchi amaldori ustida tekshirish ilib berayotgan chaqda, agar bu xat avatilsa, uningga texmo foydasiz bo'lishi mumkin. Ibrohim qalamni tashlab, beshini changaladi. U shu topda o'zining kechirgusiz gunohi tufayli azoblanayotgan saqchi amaldoridan battar azob chekyotdi. "Ibrohim, sizga nim bo'ldi?" deb so'radi Muhit beoromlik bilan. Ibrohim beshini ko'tardi. Ko'ngildagini bildirmaslik uchun o'zini tamkin tutib. "Hech ish bo'lmadi", dedi. Uning ko'ngli beorom bo'layotqachqa, saqchi amaldorning ismini yezib, boshlab qo'ygan xatni yirtib etishni unutib qoldi. İftarga yarim soatcha qolganda Naval eshikdan beshini tiqib qarab qo'ydi hamda yot adam yo'qdekla uyga kirib. "Dadam ikkinglarni mehmonxona uyga chiqsin deydi", dedi. Muhit go'yo kitob o'qishdan zerikib, aron turgandek darrov kitobini yopdi.
İbrahim qaddini ruslab, qo'ldagi gazitni qo'ydi va chandurmasdan Navalga lappita qarab qo'ydi. Qiziq. U azaldan men qizlarga o'sh deb yuratdi. Amaliyotda undaq bo'lmayotdi. U hozir Navalga o'ch bo'lmoqda yo'q, qaramay turolmayotdi. Uning ovozini har bir anglasa yoki u yeniga kelganini sezsa, ko'ngli yayrab huzurinib ketadi. Bu erkin insonda odam o'ltirmagan, turmada yotmagan, turmada qochqanlik uchun hukumat tutishga uqtirish chiqarmagan odamda bo'lgan bir xil ko'ngil ozodligi va orom baxsh tuyg'u edi. Uningda o'z uyidagi chaqda bundaq tuyg'u bo'lgan. Bu chaqda İbrahim ishni ichidan etib olib, uyda soatlab jim o'tiratdi. Atrof jimjit bo'lsa-mu, uningga yolg'izlik bilinmaydi, chunki opasi yondagi uyda bo'ladi. Naval İbrahimga opasini eslatdi. Yo'q, uningga tinchlik, orom baxshlikni eslatdi. Aniqroq aytganda, u erkinlikka tashna edi. Turmushdan rishtini uzolmayotdi. Ba'zi bir yangi o'zimi deb berolmaydigan sabablar tufayli turmush uningga texmi qimmatlik, burunqidan bekrak qadrlik tuyuladi. Buningga balki uning mushu oilada turayotganligi, bu oiladagi go'zallik, mehribonlik va bu oilada o'tkazgan oddiy-soddiy turmushi sabab bo'layotgandir. Bu yerda uningga Misrda Angliyaliklar va ularning g'olchisi yo'qdek. İnqilob va aksiyatchi hukumat yo'qdek. Bütün Misr mushu oilda mehribonlik, samimiylik, tinchlik va xotirjamlikka to'lgandek bilinadi. İbrahim o'rnidan turib kiyim-kechigini tuzashtirguncha yuqorqi xiyollarni ko'nglidan o'tkazdi. Muhit uning oldiga tushib mengib etib, "Marhamat, İbrahim apandi", dedi. İbrahim "Apandi" degan gapni anglab kulib tashildi. Muhit birdamning ichida yana takkallub qilishga boshlagan edi. Ular eshik tubi kelganda Naval: "Muhit, sen ustalning yiniga kelsanglar, hamma narsani qalaymaqan qilib etsan", dedi. "Seni ish topolmay qolmasin deyman. Agar yig'ishtirgudek narsimi bo'lmasa, sen bekor qolmamsan", dedi Muhit Navalga qaramay. Naval İbrahim o'rindiqqa tashlab qo'ygan gazitni oldi. Üstəldəki kitab, dəftər və qağəzdən rətildi. U bilməsdin İbrahim özgə qarğan saqçı əməldarğa yazmaqçı bulub, ismini yezibla toxtab qalğan və yırtıvitişini unutub qalğan qağəzni akısının qağəzləri bilən qoşub kitab arasıға qıstırıb qoydu. Muhit bilən İbrahim mehmanxana öyгә kirdi. Muhit egilib dadısının qulğa süyüb qoydu. Bovay türk pasondagi divanda o'ltiratdi. U sal egilib İbrahim bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Ikkalan bovayning udulida o'ltirishdi. Muhit kang yulanchuklik o'rindiqqa o'ltirib edi, yonida bir odam o'ltirgudek joy qoldi. İbrahim to'qilma o'rindiqda gap so'z qilmay, sipoya, ammo ansizlik ichida o'ltirdi. U buvayning oldida adab axloqliq, quluqi yumshoq mo'min bola bo'lishi yoki o'z oldiga mulohiza qila oladigan, har xil planlarni o'tirg'a qo'ya oladigan hamda buvaynimi bu planlarga ishtirok qilishga jalb qila oladigan yetilgan bo'lishi, xarakter alayinlikini to'liq ifodalashi yoki buvayga bo'lgan hurmat yusidan loyiqliroq bo'lishi lozimligini uqolmayotdi. İbrahim buvayga lappita qardi. Buvayning qapoqlari turilgan, g'amga patqan holda o'tiratdi. Texmi o'ruqlagan, chiroyi tunugunkidan bek sarg'ayib ketgan, butunlay boshqa bir qiyofatga kirib qolgan edi. Orini bir pas jimjitlik bosdi. Keyin buvay andishisini ozroq bo'lsa-mu azaytmoqchi bo'lgandek, tomog'ini qirib takkallub talaffuzda so'z boshladi. "Bolam, ahvolingiz qandoqroq? Akşam yaman emas uxlagansiz." "İnşaallah, yaxshi tag'a", javob berdi İbrahim.
Arqadınla qatmal kayfiyatni yaxşılmaqçı bolğandek qo'shib qo'ydi. Rostini aytsam, oqshom bek qattiq uxlab ketibdiman. Buvay so'z qilmadi yoki kulmadi. Orni yana jimjitlik bosdi. Muhit bilan Ibrohim bir-biriga qarshib qo'ydi. Bir ozdan keyin buvay o'z-o'ziga so'zlayotgandek. Atdigan qurilish ministrligining darvozasi oldida dadingizni uchirtib qoldim. Uni ko'rib ixtiyorsiz uning bilan so'zlashgim keldi. U nihoyat xiyolchan ko'rindi, dedi. İbrahim öydəki ciddiylik keyfiyatını yo'qotish uchun "Dadam mening ishlarim uchun boshqa turmus bo'ladi", dedi. Buvay uningga xafa bo'lgandek qarab qo'yib achchig'i bilan "Dada degan dada, u toki umrining oxirigacha o'g'lining pishganlikka uchrashini yoki istiqbolini yo'qotib qo'yishni xolamaydi", dedi. İbrahim undamadi. Yerga qarag'inicha tukurgini yutdi. Buvayda achchiq bilan tang g'ayrat paydo bo'lgandek bo'ldi. Shunga o'zini besib muloyimlik bilan so'radi. "Bugun do'stingiz bilan aloqalasha oldingizmi?" İbrahim sen gapga aralashmay turg'in degandek muhitga lappita qarab qo'yib javob berdi. "Ata aloqalashay dedim. Orada bir kun o'tib ketsa, soqchilarmi ancha diqqat qilib ketmas." Buvay İbrahimning so'zini to'g'ri tepib gap qilmadi, ammo bir ozdan keyin so'radi. "Siz uning bilan qandoq aloqalashmoqchi?" İbrahim qandoq javob berishini bilmay qoldi. U muhitga go'yo ikkimiz maslahatlashgan planga dadang qo'shilarmi degan ma'nida yana bir qatim qarab qo'ydi. Muhit tugilib, chiroyi tatirib ketdi. İbrahim gangirab qoldi. Burun o'ziga o'xshash yosh inqilobchilar savol so'raganda u hech qachon o'sal ahvolda qolmagan edi. Cho'nglar bilan savol javoblashib odatlanmagachga xiyolga cho'kdi. Men planimni hech qachon dadamga deb boqmagan. Endi bu dadamga aytsam bo'larmi? Men uningga o'g'lingiz do'stim bilan aloqalashadigan vositachi bo'ladi. Bizning planimizga ishtirok qiladi. Shu sababdan boshqa vatanparvarlarga o'xshash hukumatning ziyonkashligiga uchraydi desam bo'larmi? Buni buvay qabul qilarmi? U o'g'lining halokatga qarab mingishiga gap qilmay turarmi? Buvay vatanparvar, bo'lmasa meni uyda turg'izamdi. Ammo uning vatanparvarligi, chidamchanligi qanchalikdir? Uning vatanparvarligi passiv vatanparvarlik bo'lishi ehtimolgami yaqin? U passivlikni qattiq qo'g'daydi. Mustafa Ahmad Zohir apandi u passivlikni qo'g'daydi. U o'g'lining mening ishlarimga aktiv rol o'ynaydiganligini bilgan hamon sakrab ketadi. Ochiqlaydi. Hatto meni uydan qo'g'lab chiqarishi turgan gap. U o'z bexatarligini deb yuzsizlik qilishi, hukumat tutish buyrug'i chiqargan mendek xatarlik mehmonni qo'g'lishi mumkin. Yo'q. Uningga hech narsa etmasligim kerak. Xuddi planlarimni dadam bilmay qolganiga o'xshash, bu buvaymi hech nimani bilmay turg'ini yaxshi. İbrahim go'yo muhitni gap qilolmas, dadasiga hech nimani aytolmas qilib qo'ymoqchi bo'lgandek uningga mixdak tikildi. Ammo yana men nimishqa uningga rost gapim aytmayman. Buvay mushu oilaning xo'jayini bo'lgandan keyin uningga aytishim kerak. Bu yavaş odamlarga nimishqa ishonmayman. Balki u tajribasi, ehtiyotchanligi va osonlikcha bilindirmaydigan qizg'inligi bilan qutulib ketishim uchun yaxshi chora tepib qolar. Uning ustiga men uning bilan samimiy munosabat qilishim, rostchil bo'lishim kerak. Deganlar qalisidan yalta kechdi. İbrahim shu xiyollar bilan ikkilanib, xilgacha o'ltirib qoldi. Birdan buvayning ovozi anglandi. Bo'ldi. Siz buning menga va oilamga ta'sir qilgan tarafini aytib bersangiz bo'ldi. İbrahim sal duduqlab,
Rostini aytsam, men texi ular bilan qandaq aloqalash to'g'risida bir qaror kelolmadim. Biroq Xudoyim buyursa, әтә hamma ish o'ngdan keladi. Buvay uningga samimiy nasihat qildi. Hökumət uqtirish chiqarg'ashqa, sizning ishingiz qiyinga tushdig'anliq turgan gap. Hozir yomon odamlar ko'p. 5000 funt sterling degan oz pul emas. Shunga siz texmi ehtiyot qiling. Xudoyim saqla, xotirjam bo'ling tag'a. Әтә hamma ish ko'ngildagidek bo'ladi, dedi İbrahim yavaşlık bilan. Buvay, hey, ma balaning hech nimani o'ylashmayla xotirjam bo'ling deyotganini qarmamdigan, degandek taajjub ordash, ayiblash nazarida İbrahimga qaradi. Shunda qilib, bugungi roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.